Yana bir xil pishiriq tayyorlab akeldim. Bundaq tayyorlagan pishiriqlarni Eid bayramlarda dasturxonlaringizga tasangizlar shuncha chiroyli qanbak yeyishlik bo'ldi jimo tuqqanlar. Ikkita tuxumni chiqib 120 gram shakar. Shakarni jiqroq solganda texim yeyishlik bo'ldi. 2 gram soda selayotgandan keyin 50 gram yemeklik may qo'yib tekshir aralashtirib olgandan keyin ustiga 300 gram unni selib suv quymaylar silliq xamir qilib olamiz. Tomoq tayyorlaydigan vaqtingizlarda meni tepishingizlar oson bo'lishi uchun meni qo'shmagan tuqqanlar qo'shib berib yurak berib ko'proq qo'llab qo'ysangizlar jinim tuqqanlar. Yana bir qachiqqa 150 gram un, bir tal tuxum chiqib 30 gram suziq suv qo'yib silliq xamir qilib yo'g'irib olamiz. Men uydan davomli ayirmay iste'mol qilib kelayotgan bug'doydagi asli ta'm saqlab qo'yilgan barakatli kamiyishlik al-nurining 5 dan xoli seliliq yeshillayilini ishlatdim buningga. İki xil xamirimizni kichik qilib qilib olgandan keyin yumaloq qilib xamirni nipsa echib seri xamirni o'ttirib qo'yib manta tutgandek tugib pichoq bilan men kesgandek kesib olsak gulga o'xshash shuncha chiroyli shakl chiqadi. Al-Nurining unlarida pishiriq yo'tazlarni sarsaq bilamdi degan tuqqanlar bo'laverdi jimo. Xotirjam sarsangizlar shuncha yeyishlik bo'ldi. Hammani men qilgandek qilib olgandan keyin mayni yerim bo'lish qisib olgandan keyin gul pishiriqimizni selib o'tni kontrol qilib so'ngishtirib oltin rangga kelib alsaq shuncha yeyishlik ham chiroyli bo'ldi. Dasturxonlaringizlarga tizib necha kun saqlab yesangizlar ta'mi shuncha yeyishlik bo'ldi. Ta'mi o'zgarib qolmaydi. Yurak berib